Qaysi biri yutadi deb o'ylaysiz? Lekin poygani yomoni bo'lsa, nima deb o'ylaysizlar? Qaysi biri yutadi hozir? Doj yutadi, Doj. Sanab zo'r yutadi. Qaysi biri yutadi? Mustang. Sizniki Nexus yutadimi? Yo, Buxoro o'tda nafaqat poyga qilish, balki gulish tilini ovoz chiqartirishimiz ham katta xato, gunoh bo'ladi. Hozir hammaga ko'rsataylik. Qilamiz. Videoni davomini oxirigacha maza qilib Buxoroi Sharif deb bekorga aytilmaydi. Dunyoda 4 ta eng muqaddas shahar bo'lsa, bittasi Makka, Madina, Quddus Sharif va Buxoroi Sharif hisoblanadi. Butun dunyoning ilm, fan bo'yicha poytaxt hisoblangan. Dunyoni tebratgan olimlar, diniy ulamolar aynan mana shu Buxoroi Sharifdan chiqqan. Chet elga borganimizda eshitib tur. O'zbekmiz demaymiz, Buxoriymiz deymiz. O'shandagina tanishadi. Hamma buxoroliklarga tarqatib qo'yib, hozir bitta like bosib qo'y. Buxoroni Chingizxon bosib olgan paytlarida masjidlarni, madrasalarni birma-bir yoqib keladida, shu minorani oldiga kelib to'xtaydi. 40 ming askar oldida boshi egiladi. Ya'ni bosh kiyimi tushib ketadi, hammani oldida uyalganidan chiqib ketadi. Hali hech qayerda boshi egilmagan bo'ladi. Shu minorani oldiga kelib boshi egiladi. Shuning uchun bu minora asl holatida saqlanib qolgan. Buxoro nafaqat O'rta Osiyo islom markazi, butun dunyoning islom markazi bo'lgan. Qadimda Buxoro islomning qubbasi deb atalgan, chunki bu yerda 360 dan ortiq masjid va madrasalar faoliyat yuritgan. Tasavvur qilyapsizmi? Ramzan Qodirov fadalari, Ahmad Qodirov ham aynan mana shu Mir Arab madrasasida o'qiganlar. Undan tashqari Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf hazratlari aynan mana shu Mir Arab madrasasida o'qiganlar. Mana shu madrasani arkasi, ko'rasizmi, bu shunchaki naqsh emas, Baqara surasi yozib chiqilgan deb eshitdim. Tasavvur dunyoni titratgan ulamolar mana shu yerda o'qib chiqishgan. Kalon masjidi Buxoroning eng katta 10 ming kishi o'qigan masjidi hisoblanadi. Butun dunyoni eng ilmli insonlari shu yerda bo'lgan. Ya'ni ilm fan markazi Buxoro bo'lgan. Shu qadar haybatli, shu qadar afsonaviy shahar 2,5 ming yillik tarixga ega.